1 yil ichida nechta qiz bilan uchrashishga chiqdim. Bilasizlar, Italiya va Angliyada o'qiyman va 1 yil davomida O'zbekistonga 4 marotaba ham borib keldim. Va shu muddat ichida nechta qiz bilan uchrashishga chiqdim. Shu haqida gaplashamiz. Menimcha bu ko'pchilikka qiziq, chunki ko'pchilik shu savolni menga berdi. Javobni birdan aytishdan oldin bir ikkita narsa aytmoqchiman. Hozir 20 yoshdaman va mana shu 1 yil ichida men 8 ta davlatga sayohat qildim. Va eng qizig'i, buning uchun uydagilardan bir tiyin pul olganim yo'q. Bu siz uchun oddiy narsadir, lekin men uchun bu katta narsa, chunki men yoshligimdan sayohat qilish orzuyim bo'lgan va hozir orzuyimga harakatim bilan erishmoqdaman. Dunyoning eng nufuzli universitetlarida grantlarda o'qiyapman. Italiyada grant o'qiyman, Angliyada grant o'qiyman. Va ota-onam men bilan faxrlanishadi. Bundan men ham xursandman va shuning uchun ham hech qachon to'xtamayman va faqat oldinga qarab harakat qilaman. Xo'p, javobga qaytayin. Menimcha shuni kutib qollaringiz, chunki hammaga o'sha qiziq-ku, grantga o'qishga kirish yoki ilm haqida gapirishsa hech kimga yoqmaydi, chunki o'shaning uchun ham javobni aytaman. Borgan davlatlar sonim 8 ta bo'lsa, qizlar bilan uchrashishga chiqqan sonim undan kamroq, ya'ni 0 ga teng. Bunga ishonmasligingiz mumkin, lekin hammaning o'zining maqsadi bor.